Assalomu alaykum. 27 dekabr 2025-yili Milliy sertifikat imtihonida tushgan original variantning oxirgi 10 talik savollar tahlili. Boshladik. 36-savol. Tenglamalar sistemasi berilgan. A sharti tenglama bitta yechimga ega bo'ladigan A ning butun yechimlari yig'indisi. B sharti tenglama ikkita turli har xil yechimga ega bo'ladigan A ning eng katta qiymatini toping. Mana shu yerda to'g'rilab ketaylik. B qismini eng katta butun bo'lishi kerak. Eng katta butun. Shunda qiymati chiqadi. Shu shartlar bo'yicha yechimni toping deyapti. Bu tenglamani yechimini topish uchun, tenglamalar sistemasiga yechim topish uchun grafik usuldan foydalanamiz. Grafik usuldan foydalanadigan bo'lsak, sistemaning birinchi qismi aylanani beradi, ikkinchi qismi parabolani beradi. Bu grafiklarni chizib olamiz. Grafiklarni chizib oladigan bo'lsak, koordinatlar tekisligi x va y o'q kerak bizga. Y o'qi, bunisi x o'qi. Endi parabola grafigi. Demak, y teng x kvadrat. Koordinata boshidan o'tuvchi parabola. Parabolani chizdik. Sal kengaytiramiz. Koordinata boshidan o'tuvchi va y teng x kvadrat funksiyaning grafigi. Endi birinchi grafik esa nimani beradi? Birinchi grafik mana bu. Aylana tenglamasi. Ya'ni aylana tenglamasining ko'rinishi x kvadrat plus y plus a ning kvadrati teng 2 ning kvadrati. Bu markazi 0 minus a nuqtada va radiusi 2 ga teng bo'lgan aylana. Aylanani chizamiz. Markazi y o'qida ekan. 0 minus a bo'lsa, markaz y o'qida bo'ladi mana. Demak, endi tenglama bitta yechimga ega bo'lishi uchun, A sharti bo'yicha grafiklar mana shu tarzda joylashishi kerak. Ya'ni bitta yechimga ega bo'lishi uchun. Ya'ni koordinatalar boshida ikkalasi urinishi kerak. Boshqa holatda bitta yechimga ega bo'lmaydi. Bitta shu holat bor. Ya'ni A sharti bo'yicha. Endi urinadi desak, bu y teng x kvadrat koordinat boshida o'tadi. Bu markazi O nuqta 0 minus a. Demak, mana bu minus 2 ga teng, chunki radius 2 ga teng, minus 2 ga teng. Demak, bu holat bo'yicha a teng minus 2. Minus a teng minus 2 va a ni qiymati 2 ga teng. 2 ga teng. Butun yechimlar yig'indisi o'zi bitta qiymati bor ekan, a qismiga 2 bo'ladi. Endi B qismiga o'tamiz. B qismi. Demak, tenglama ikkita har xil yechimga ega bo'ladigan A ning eng katta qiymatini toping. Eng katta qiymati, ya'ni ikkita yechim bo'lish uchun grafiklar qanday joylashishi kerak? Demak, grafik mana shu aylana shunday turgan bo'lsa, A ning qiymatiga bog'liq, ikkita yechim bo'lishi. Demak, mana y o'qi bo'ylab tepaga ko'tarilgan sari mana ikkita joyda kelishyapti. Demak, mana bu nuqtada mana bu holat bo'yicha, ya'ni shu holatda 3 ta yechimga ega. 3 ta yechimga ega. Demak, yana bu tarafga olib turay, yana kerak bo'ladi. Demak, bu holat 3 ta yechimga ega. Ya'ni mana yerda
minus a bu 2 ga teng. A shu oralikda bo'lishi kerak. Shu oralikda bo'lsa, ya'ni shu oralikda bo'lsa, ikkita yechimga ega. Bu degani minus 2dan minus amiz katta, 2dan kichik va minusga bo'laversak yana o'zi minus 2 bilan a 2ning oralig'ida. Yana bitta holat bor. Yana bitta holat uringan holati bor. Uringan holat mana. Shu uringan holatida. Uringan holatidagi qiymatni topish uchun nima qilamiz? Uringan holatdagi qiymati mana yerda t deymiz. Markazi t minus a nuqtada. Demak, shu t qiymatini topishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Urinishi uchun mana bu o'zi sistemaning yechimini topamiz. Algebra yo'lda y teng x kvadrat bo'lsa, x kvadratning o'rniga y ni qo'yamiz yuqoridan. X kvadratning o'rniga y ni qo'ysak, y plus y kvadrat teng 4 minus 2ay minus a kvadrat. Kvadrat bir tarafga o'tkazsak, y kvadrat plus 2a plus 1 y plus a kvadrat minus 4 teng 0 bo'lsa, bundan diskriminant 0 bo'lgan holatda ikkalasi urinadi. Uringan joyda ikkalasi ikkita yechimga ega mana. Ikkita yechimga ega. Bu bo'yicha hisoblasak, amiz minus 17 taqsim 4 bo'ladi. Demak, ikkinchi qismi bo'yicha minus 17 taqsim 4 ning o'zi bilan minus 2 2 oraliq chiqadi. Bu bo'yicha eng katta butun qiymatini toping degan B qismida eng katta butun qiymati ikkita yechimga ega bo'ladigan, ikkita yechimga ega bo'ladigan, ikkita yechim bo'ladigan A ning maksimal qiymati 1 ga teng, butun qiymati. B qismiga 1 chiqadi. 36 yechim bo'ldi. Endi 37-savolga o'tamiz. Tenglamani yeching. A shartida tenglamaning eng kichik musbat yechimini toping. B shartida mana shu oralikda nechta ildiziga ega degan. Ya'ni minus p yu p oraliqdagi ildizlar sonini so'rayapti. Tenglamani soddalashtirib olamiz yechimni topish uchun. Buning uchun kosinus x bilan kosinus 3x ni qo'shamiz, sinus x bilan sinus 3x ni qo'shamiz. Kosinuslarni qo'shsak birinchi. Ikkita kosinus 2x ko'paytirilgan kosinus x plus kosinus 2x. Keyingisi ikkita sinus 2x ko'paytirilgan kosinus x qo'shilgan sinus 2x. Va ikkalasidan kosinus 2x ni chiqarsak, qoladi ikkita kosinus x plus 1. Bundan sinus 2x ni chiqarsak, qoladi ikkita kosinus x plus 1. Va buni qisqartiramiz. Bundan ikkita qisqartirgan ifodamizni 0 ga tenglashtirib qo'yamiz. Chunki ildiz yo'qolib ketadi 0 ga tenglashmasak. Ikkita kosinus x plus 1 teng 0 bo'lsa, bundan kelib chiqadi kosinus x teng minusdan 1 taqsim 2. Qisqartirgandan keyin qoladi kosinus 2x teng sinus 2x. Kosinus 2x ga bo'lib yuborsak, tangens 2x ning 1 ga tengligi kelib chiqadi. Biz ikkita tenglamaga erishdik. Bittasi tangens 2x teng 1, bittasi kosinus x teng minus 1 taqsim 2. Endi tenglamaning eng kichik musbat yechimini topish uchun x larning qiymatini topishimiz kerak. Bu bo'yicha topsak 2x teng pi taqsim 4 plus pn va x ning qiymati pi taqsim 8 plus pn taqsim 2. Bu bo'yicha topadigan bo'lsak, x'imiz teng bo'ladi 2 pi taqsim 3 plus minus plus 2 pi n. Endi bir xil qilaylik, ikkalasi farqi yo'q. Demak, ikkita x ning qiymatlari kelib chiqdi bizda. X ning qiymatlari kelib chiqdi. Endi A va B shartlarini yechimini topamiz. A sharti bo'yicha eng kichik musbat yechimi
n ning joyiga 0 qo'yganimizda x teng pi taqsim 8 bo'ladi. Pi taqsim 8 a qismiga. Endi b qismiga o'tamiz. B qismida minus pi bilan pi oraliqdagi butun yechimlar soni. Demak, bu bo'yicha n ga necha qo'ysak bo'ladi? N ga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7 qo'ysak bo'ladi. 8 ni qo'ysak oshib ketadi. Endi bu bo'yicha n ga necha qo'ysak bo'ladi? N ga 0 qo'ysak bo'ladi, bitta bo'ladi. N, n teng 0 da. Qolganida oshib ketadi. Demak, jami 9 ta. Ya'ni birinchi tenglik bo'yicha pi taqsim 8 plus pi n taqsim 2 bo'yicha 8 ta yechim chiqyapti. Bunisi bo'yicha bitta yechim. Jami 9 ta yechimga ega. Minus pi u pi ekan. Zo'r. B qismida minus pi u pi. Biz 0 pi bo'yicha ketibmiz. Demak, xato ketibmiz bu yerda. 7 gacha qo'ymaymiz ekan bu yerda. Ha, bu yerda n ga faqat minus 2 qo'ysak bo'ladi ildiz. N teng minus 1 da oraliqqa tushadi. N teng 0 da ham oraliqqa tushadi. N teng 1 da ham oraliqqa tushadi. Demak, 2 qo'ysak oshib ketadi. Endi bu bo'yicha n teng 0 qo'ysak, n teng 0 qo'ysak 2 ta ekan. Plus minus 2 pi taqsim 3 oraliqqa tushadi. N teng boshqa qiymat qo'yadigan bo'lsak, ya'ni butun son qo'yadigan bo'lsak, oraliqdan chiqib ketadi. Shuning uchun jami 6 ta. B qismiga yechim o'zgardi. 6 ta. Oraliqdagi ildizlar soni 6 ta. Bu 37 ning yechimi. Keyingi savol 38. Fx funksiya minus a yo cheksiz oraliqda aniqlangan funksiyasi gx bo'lsa, aniqlangan teskari funksiyasi. To'g'rilab ketaylik. Teskari funksiyasi gx bo'lsa, fx va gx funksiya 0 3 nuqtada kesishadi. Demak, mana bu joyga teskari funksiyasi gx bo'lsa, ikkalasi 0 3 nuqtada kesishsa, a qismida a plus b ni toping deyapti. B qismida fx va gx funksiyalar nechta nuqtada kesishadi? Endi bunda bu masala bo'yicha teskari funksiyani aniqlab olamiz. Teskari funksiyani aniqlaydigan bo'lsak, gximiz mana bu berilgan funksiyaning teskarisi. Teskari funksiyani topadigan bo'lsak, minus a plus minus, ya'ni b bu tarafga o'tadi. Ildız tagida fx minus b. Endi gx ni yozadigan bo'lsak, x ga bog'lab minus a dan cheksizgacha aniqlangan. Bu degani plyusligini olamiz degani. Plus ildiz x minus b deymiz. Endi teskari funksiyani aniqlab oldik. Gx funksiyamiz aniqlandi mana teskari funksiya fx bo'yicha. Endi nuqtani qo'yib tekshiramiz. Fx funksiyamiz berilgan yuqorida. X plus a ning kvadrati plus b. Ikkalasiga ham 0,3 nuqta tegishli. Ya'ni ikkalasi 0,3 ta kesishgandan keyin ikkalasiga ham 0,3 nuqta tegishli bo'ladi. Ikkalasiga ham 0,3 nuqtani qo'yib sistema qiladigan bo'lsak, a bilan b ni qiymati kelib chiqadi. Bundan minus a plus ilzosti minus b'miz teng bo'ladi 3 ga. Va 0 ni qo'ysak keyingisiga a kvadrat plus b'miz ham yana 3 ga teng. Sistema qilamiz. Sistema qilib a ni topsak 3 minus ilzosti minus b.
va o'rniga qo'yamiz. O'rniga qo'ysak 9 minus 6 ilzosida minus b qo'shilgan minus b minus b. Keyingisi va plyus b bo'ladi teng. Ildizdan qutulamiz. Kvadratga oshirganda ildizdan qutulamiz. Demak, minus b bo'ladi. Plyus b teng 3. Blar qisqarib ketadigan bo'lsa, b ni qiymati minus 1 kelib chiqadi. B ni qiymati minus 1 bo'lsa, o'rniga qo'ysak, a ni qiymati kelib chiqadi. A ni qiymati bu yerdan. Mana yerda a ni ishorasini minus 3 plyus ilzosi minus b bo'ladi ekan. Demak, shu o'rniga qo'yadigan bo'lsak, a ni qiymati kelib chiqadi. A ni qiymati minus 2. Endi a qismi bo'yicha a plyus b ni so'ragan. A plyus b ni qiymati minus 3. Minus 3. B qismiga o'tamiz. Fx va gx funksiyalar nechta nuqtada kesishadi? Fx funksiyamiz a bilan b ni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, x minus 2 ning kvadrati minus 1. Gx funksiyamiz esa a ni o'rniga minus 2 qo'ysak, 2 plyus ildiz tagida x plyus 1. B minus 1 bo'ldi. X plyus 1 bo'ladi. Endi ikkalasini kesishgan nuqtasini topish uchun grafik usulidan foydalanamiz. Grafik usulida qanday bo'ladi? Demak, fx ning grafigi ya'ni uchi 2u minus 1. U minus 1. Demak, 2u minus 1 bo'lsa, grafik mana shu ko'rinishdagi parabola bo'ladi. Fx ning grafigi. Endi gx ning grafigi esa 2 plyus ilzosi x plyus 1. Bu degani uchi minus 1 2 da bo'ladi. Minus 1 2 da. Demak, minus 1 2. Demak, kesib o'tgan joyi mana yer 3 bo'lsa, minus 1 2 bo'lsa, o'rtada bo'ladi. Mana shu yerda. 3 mana shu yerda. Va grafik mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana bu gx funksiyaning grafigi. Ikkalasi nechta nuqtada kesishadi desa, b qismiga ikkita nuqtada kesishadi. Ikkita. 8 yechim bo'ldi. Keyingi savolimiz 39. Fx funksiya, ya'ni parabola uchun b 2 minus 3 berilgan. B nuqtaning, ya'ni uchining koordinatasi. A shartida b ko'payadigan s taqsim a ni qiymatini so'rayapti. Demak, b shartida a nuqtadan parabolagacha bo'lgan eng qisqa masofani toping. Yerda bs taqsim a. Demak, a sharti bo'yicha parabolani qurib olamiz. Fximiz 3 bo'yicha yozadigan bo'lsak, a ko'paytirilgan x minus x0 plus y0. Bizda x0imiz 2 ga teng. X0imiz x0 ni beradi 3. Bunisi y0 minus 3 ga teng. Va y0imiz minus 3 ga teng. Yana kvadrat. Fx funksiyamiz a ko'paytirilgan x minus 2 ning kvadrati minus 3 ga teng. Endi mana bu nuqta 0 minus 2 nuqta parabolaga tegishli. 0 minus 2 nuqta parabolaga tegishli. Shu bo'yicha qo'yadigan bo'lsak, minus 2 teng
A ko'paytirilgan 4 minus 3 va A'ni qiymati 1 taqsim 4 ga teng. Endi A'ni qiymati 1 taqsim 4 ni qo'yib, fx ni qurib olamiz. Fximiz 1 taqsim 4 x kvadrat minus 4x plus 4 minus 3 va 1 taqsim 4 x kvadrat minus x minus 2 ko'rinishidagi funksiyaga erishamiz. Ya'ni fximiz 1 taqsim 4 x kvadrat minus x minus 2 ko'rinishda. Bizda a koeffitsient bor. A koeffitsient 1 taqsim 4, b koeffitsient minus 1, s koeffitsient minus 2. A sharti bo'yicha ya'ni sharti bo'yicha b ko'paygan s taqsim a nisbatni so'ragan. B bilan s ni ko'paytmasi 2 ni beradi. Bu 1 taqsim 4. 8 ga teng. A sharti bo'yicha demak 8 ga teng. Endi b shartiga o'tamiz. B sharti. 4 ikki nuqtadan mana shu D nuqtagacha bo'lgan masofani toping. Buning uchun ikki nuqta orasidagi masofa formulasidan foydalanamiz. Mana bu. Birinchi mana buni S deylik. S nuqtaning koordinatasi. Bu x bo'lsa funksiyaga tegishli bo'lganligi uchun qaysi funksiyaga? Bunaqa fx funksiyaga tegishli bo'lganligi uchun x dagi koordinatasi x bo'ladi, y dagi koordinatasi minus 1 taqsim 2 x kvadrat minus x minus 2 ga teng. Demak, x ga 1 taqsim 2 x kvadrat minus x minus 2 koordinata bo'ldi S nuqtaning. Endi AC masofa D ni beradi. D ni topish formulasi bor. Mos koordinatalarni ayiramiz. X minus 4 va kvadratga oshiramiz. Keyingisi 1 taqsim 2 x kvadrat minus x minus 4 bo'ladi. Ya'ni 2 ni ayirsak minus 2 edi. Shuning kvadrati. Endi D dan hosila olib 0 ga tenglashtirsak, x ni qiymati kelib chiqadi. D shtrix 2 o'zi ildizni hosilasi 2 ildiz tagidagi ifoda, mana bu ifodada. Endi bizga mahraj kerak emas, faqat surat bo'lsa bo'ldi. Suratga ildiz tagidagi ifodani hosilasi. Hosil olsak 2 ko'paytirilgan x minus 4 minus 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 x kvadrat minus x minus 4 bo'ladi va yana ichidan hosila. Ya'ni x minus 1. Mana shuni 0 ga tenglashtiramiz. 0 ga tenglashtirsak, mana bu yerda funksiyamiz 1 taqsim 4 taqsim 4 x kvadrat minus x minus 2. Mana bu yerda 1 taqsim 4 ekan. Demak, 1 taqsim 4 qo'ysak, 1 taqsim 4 bo'ladi. Bunisi 1 taqsim x minus 1 bo'ladi. Bundan suratni 0 ga tenglashtiramiz. 2 ko'paytirilgan x minus 4 x minus 4 minus mana bunday o'rta plyus ekan. O'rta plyus 1 taqsim 2 x kvadrat minus 2x minus 8 teng 1 taqsim 2x minus 1 teng 0. Bundan tenglamani soddalashtiramiz. Soddalashtirsak 2 ko'paytirilgan x minus 4 keyingisi x kvadrat minus 4x minus 16 taqsim 2 bo'ladi. Keyingisi x minus 2 taqsim 2 bo'ladi. Endi hammasini x minus 2 ga keltirsak bo'ladi. 2 ko'paytirilgan x minus 2 minus 2. Keyingisi x minus 2 ning kvadrati minus 20 taqsim 2 bunisi x minus 2 taqsim 2 teng 0 ham bor edi, teng 0. Belgilash kiritamiz. X minus 2 ni t deymiz. Hosil bo'ladi 2 ko'paytirilgan t minus 4 bo'ladi. Mana bu t desak 2t minus 4. Bunisi t kvadrat minus 20 taqsim 2 ko'paytirilgan t taqsim
2 teng 0. Bundan t teng 4 chiqadi. T 4 ga teng bo'ladi. 0 bo'lsa, 4 bo'lsa, bunisi minus 4 bo'ladi. T teng 4 bo'ladi. Va x minus 2 teng 4 deydigan bo'lsak, x'imiz 6 ga teng. Bizdan eng qisqa masofani so'ragan. Eng qisqa masofa x teng 6 bo'yicha hisoblaymiz. D ni hisoblaymiz. D ni hisoblasak o'rniga qo'yamiz. Ya'ni mana hisoblaylik. D teng tepadagi ildizga qo'yamiz. Ildizdagida 2 ni kvadrat ayirsak. Plus 1 taqsim 4 ko'paytirilgan 36 minus 6 minus 4 ning kvadrati. Hisoblasak. Demak, bu 4 ni beradi. 9 dan 6 ni o'chirsak 1 ni beradi. Bu ildiz 5 bo'ladi. Eng qisqa masofa ildiz 5 ga teng. Keyingi savol. 40. Chizmada parabola va modul funksiya grafiklari tasvirlangan va ikkalasini kesishdan mana shakl hosil bo'lgan. A shartida a plus b minus c taqsim n minus n so'rayapti. B shartida bo'yalgan soha yuzini toping deyapti. Birinchi navbatda fx funksiya grafikini topamiz. Fx funksiya grafikini qanday topsak bo'ladi? Nollari bo'yicha topsak bo'ladi. Ya'ni 1 nuqtadan o'tyapti va 5 nuqtadan va 0 minus 5 nuqtada kesib o'tyapti. Fx ni yozamiz biz a ko'paytirilgan x minus 1 ko'paytirilgan x minus 5 deb. Va 0 minus 5 nuqta funksiyaga tegishli. Minus 5 teng a ko'paytirilgan 5. Bundan a ni qiymati kelib chiqadi. A minus 1 ga teng ekan. Endi fx funksiyamiz minus 1 ni qo'ysak, minus x kvadrat plus 6x minus 5 ga teng. Fx funksiyani qurib oldik. Endigi navbat gx ya'ni keyingi mana buni fx deylik. Shuni chalg'imaymiz. Buni gx deylik. Endi gx funksiyani qurib olishimiz kerak. Gx funksiyani qanday qursak bo'ladi? Buning uchun mana bu parabolaning uchi 1 bilan 5 ning o'rtasida bo'ladi. Mana shu uch modulli funksiyaning ham grafikining uchi hisoblanadi. Ya'ni x nolimiz 1 bilan 5 ning o'rtasidagi son 3 bo'ladi. Mana shu minus m ni ham beradi. Chunki minus m modulli funksiyaning x dagi koordinatasi uchining. Demak, bundan kelib chiqadi m ning minus 3 ga tengligi. M minus 3 ga tengligi kelib chiqdi. Endi n ni topish uchun nima qilamiz? N ni topish uchun va minus 3 bersak va 1 va 5 va 1 va 5 nuqta funksiyaga tegishli. Ya'ni 1 0 va 5 0 nuqtalar gx ya'ni soddalashgan ko'rinishi minus x minus 3 plus n grafikka tegishli. Bu bo'yicha istalgan bittasini qo'ysak 0 teng minus 2 plus n bo'ladi. N ning qiymati 2 kelib chiqadi. Demak, mana bu koordinata y dagi koordinatasi uchuniki 2 ekan. Minus 3 2. Endi bizda qiymatlar bor. Yozaylik. A ni qiymati minus 1 ga teng funksiya bo'yicha. B ni qiymati 6 ga teng, C ni qiymati minus 5 ga teng. Endi gx funksiya bo'yicha m ni qiymati minus 3 ga teng, n ni qiymati 2 ga teng. A shartida bizda a plus b minus c. A plus b minus c taqsim n minus m so'ragan. Minus 1
plus 6 plus 5. Mahraj 2. Ayrilgan minus 3. 10 taqsim 5. Bu 2 ga teng. A qismiga 2 bo'ladi. B qismida B qismida bo'yalgan soha yuzini toping deyapti. Bo'yalgan soha yuzini topishni nima qilamiz? Mana bu S bo'yalganni topish uchun mana bu S uchburchakni ayirib tashlaymiz. Nimadan? 1 dan 5 gacha bo'lgan parabola yuzidan. Ya'ni integral S bo'yalgan topish uchun integral 1 dan 5 gacha fx dx funksiyadan S uchburchak yuzini ayirib tashlaymiz. Integral 1 dan 5 gacha fx funksiyamiz minus x kvadrat plus 6x minus 5 dx edi. Uchburchak yuzi asosi mana. Asosi 4 ga teng. 4 balandligi 2 ga teng. Taqsim 2. Hisoblaymiz. Hisoblasak tenglik x kub taqsim 3 plus 3x kvadrat minus 5x. Chegara 5 dan 1 gacha. Ayrilgan 4. Hisoblasak minusdan 125 taqsim 3 plus 45 minus 25. Yuqori chegara bo'yicha, pastki chegara bo'yicha. Minusdan 1 taqsim 3. Minus 1 taqsim 3. Keyingisi plus 3 minus 5. Ayrilgan 4. Yana hisoblaymiz. Minusdan 124 taqsim 3 bo'ladi. Keyingisi 20 bo'ladi. Mana 45 bilan 25 ayirmasi 3 bilan 5 minus 2 bo'lsa plus 2 bo'ladi. Ayrilgan 4. Bu 18. Demak 18 ayrilgan 124 taqsim 3. 124 taqsim 3 bu yerda necha bo'ladi? 45 emas, mana 75 ekan. 75 bo'lsa, demak 50 bo'ladi. 52 bo'lsa 48 bo'ladi. Endi to'g'ri. Bu 20 taqsim 3 ga teng. B qismiga 20 taqsim 3. 40 bo'ldi. Keyingi savolga o'tamiz. 41. ABC uchburchakka aylanash kesilgan. Bunda D nuqta aylanaga urinish nuqtasi hisoblanadi. AB 7 ga teng, DC 3 ga teng. Burchak 60 gradus bo'lsa, A qismida aylana radiusini toping. B qismida ABC uchburchak yuzini toping. Bunda topsak bo'ladi. Nima qilamiz? Birinchi navbatda markazini topamiz. O nuqtada bo'lsin va markazdan uchlariga chiziq tortadi, ya'ni S uchiga. Demak, S uchiga chiziq tortsak, bisektrisa bo'ladi. Chunki uchburchakka kesilgan aylana markazi bisektrisalar kesishgan nuqtada. Demak, shu chizig'imiz bisektrisa bo'ldi. Endi markazdan A'si tomonga perpendikularni o'tkazsak, mana shu radiusga teng. Endi 30 gradus bo'lganligi uchun, mana 90 gradus uchburchak bo'lganligi uchun O'si O'dan S'gacha bitta radiusga teng. Bitta radiusga teng. Endi D'dan S'gacha ilzosti 3 radiusga teng. Demak, mana bu uchimiz ilzosti 3 radiusga teng. Demak, bu 3 ga teng. Bundan kelib chiqadi radiusning qiymati ilzosti 3ligi. Bu A qismining yechimi bo'ldi. Biz A qismida o'zi radiusni so'ragan. B qismida B qismi uchburchak yuzini so'rang. Ya'ni uchburchak yuzini so'ragan. Yuzini qanday topamiz? Topsak bo'ladi. 3 bo'lsa, bunisi ham 3 bo'ladi. Mana buni x desak, buni ham x deymiz. Bunisi 7 minus x, bunisi 7 minus x teng bo'ladi.
Perimetrni topsak, perimetr ABC uchburchakniki. Demak, AB tomon 7 ga teng, AC tomon 3 plus x ga teng va BC tomon 10 minus x ga teng. 7 minus x ga 3 ni qo'shsak 10 minus x. Demak, x lar qisqarib ketsa, perimetr ABC 20 ga teng. Bizda formula bor edi. Kichkina radius bitta yuza taqsim perimetr. Bundan yuzani topadigan bo'lsak, perimetr ko'paygan kichkina radius taqsim 2. Perimetrimiz 20 ga teng, kichkina radius ilzosti 3 taqsim 2 bo'lsa, yuzamiz 10 ilzosti 3 ga teng. B qismiga 10 ilzosti 3. 41-chi savol yechim bo'ldi. Keyingi savol. 42. Ma'lumotlar berilgan to'g'ri to'rtburchak ABCD. Endi shu tartibda, ya'ni shu tartibda mana bu uchburchak yuzalari 8, 32, 8, 32, 27 va uchligi berilgan. A qismida bo'yalgan soha yuzi, B qismida to'g'ri to'rtburchak yuzini toping. Bunda bitta chiziq tortsak, ya'ni qo'shimcha chiziq tortsak, bitta trapetsiya hosil bo'ladi. Ya'ni E dan F ga chiziq tortamiz. E dan F ga chiziq tortsak, ikkita trapetsiya hosil bo'lyapti. Ikkita trapetsiya hosil bo'lyapti. Mana bu yuzani S1 deymiz. Bo'yalgan sohani ikkita yuzaga ajratyapti. Buni S2 deymiz. S1 bo'lsa, mana bu ham S1 bo'ladi. Chunki trapetsiya. S2 bo'lsa, mana bu joyi, bunisi ham S2 bo'ladi. Endi trapetsiyada xossa bor edi. Mana shu ikkita yondagi uchburchak ildiz tagida ikkita asos uchburchak ko'paytmasiga teng. 8 ko'paytirilgan 27 ga teng. S2miz esa ildiz tagida 3 ko'paytirilgan 27 ga teng. Bundan kelib chiqadi 27 deb biz 32 ekan. 8 ko'paytirilgan biz 2. Bu 16 ni beradi. Bunisi 9 ga teng. Demak, bu ham 16, bunisi ham 9. A sharti bo'yicha S bo'yalgan 16 plus 9 25 ga teng. B sharti bo'yicha to'g'ri to'rtburchak yuzi ABCD hammasini yig'indisi. Demak, bir boshdan ketaylik. 16, 8, 16, 32. 16 qo'shilgan 8 plus 16 qo'shilgan 32. Plus bu tarafi 9 qo'shilgan 27 qo'shilgan 9 qo'shilgan 3. Ya'ni birinchi trapetsiyaning yuzi 40 bo'lsa 72 ni beradi. Keyingisi 30 bo'lsa 48 ni beradi. Bu bir yuzi 20 ga teng. A qismiga 25, B qismiga 120. 42 ni yechim bo'ldi. Keyingi savol. 43. ASDga to'g'ri to'rtburchak berilgan. AB, A, B1, B6 7 ga teng. A, B1, B6. Mana bu yuzi 7 ga teng ekan. Endi E, B6, B5, B4. Demak, mana bu yuzi 9 ga teng. 9 ga teng bo'lsa, bo'yalgan soha yuzini so'rayapti. Keyin to'g'ri to'rtburchak yuzini so'rayapti. Demak, bo'yalgan muntazam oltiburchak A bo'ladi, 2A bo'ladi, izosti 3A bo'ladi.
Hamma tomoni A'dan. Muntazam oltiburchak. Bunda B6 dan B4 nuqtaga chiziq tortamiz. Ya'ni B6 nuqtadan B4 ga chiziq tortamiz. Chiziq tortadigan bo'lsak, mana burchak 90 gradus bo'ladi. Mana burchak alfa bo'lsa, demak bunisi 90 minus alfa bo'ladi. 180 ni berish kerak jami. Endi mana burchak ham 90 minus alfa, bu burchak alfa bo'ladi. Mana shu yerda o'xshashlik hosil bo'lyapti. Qaysi uchburchaklar o'xshash? Uchburchak mana 90 gradus bo'lsa, uchburchak A, B, C ga o'xshash bo'lyapti. Uchburchak va Y burchak 90 gradus. Uchburchak Y B6, B4 o'xshash bo'lyapti. Demak, mana buni A dedik. Mana kichik diagonalni beradi. Ildizi 3 A ni beradi. Endi mana bu yuzani S deydigan bo'lsak, endi yuzalar nisbati, ya'ni S plus 9 jami yuza, uchburchak yuzi S plus 9. S plus 9 ning 7 ga nisbati bu ildizi 3 A taqsim A ning, ya'ni gipotenuzal nisbatining kvadratiga teng. Bundan S plus 9 taqsim 7 3 ga teng bo'ladi. Va S plus 9imiz 21 bo'lsa, S yuzamiz 12 ga kelib chiqadi. Demak, mana bu S yuzamiz 12 ga teng. Mana shu yuza o'zi, mana bu uchburchak bo'yicha ketadigan bo'lsak, mana burchak 120 gradus. Ya'ni 1 taqsim 2 A kvadrat sinus 120 gradus. Ya'ni ildizi 3 taqsim 2. Mana shu 12 ga teng. 12 bo'lsa, A kvadratni topaylik. 48 taqsim ildizi 3. A kvadratimiz. A kvadrat nima uchun kerak? Mana bu bo'yalgan uchburchak yuzini topish uchun. Bo'yalgan uchburchak yuzini topsak, mana bu 90 gradus bo'ladi. Ya'ni S bo'yalgan teng bo'lyapti. Ildizi 3 A bilan A ning ko'paytmasining yarmi. Ildizi 3 ko'paytirilgan A kvadrat o'rniga 48 taqsim ildizi 3 qo'yamiz. Yana 2 ga bo'lsak, ildizi 3lar qisqarsa 24 ga teng. A qismiga 24. B qismida to'g'ri yuzini so'rayapti. Yuzini so'rayotgan bo'lsa, bunday qilamiz. Bunda 7 bo'lsa, mana bu yuza ham 7 ni beradi. Agar bu 9 bo'ladigan bo'lsa, keyingi xuddi shunday shakl, bu ham 9 ga teng. Va oltiburchak yuzi. B qismida S, A, S, D, Y to'rtburchak yuzi S oltiburchak plus 7 plus 7 plus 9 plus 9 ga teng. Oltiburchak yuzi 3 ildizi 3 A kvadrat taqsim 2 ga teng. Plus 32 bo'ladi. O'rniga qo'ysak, A kvadratni o'rniga qo'ysak, 8 taqsim ildizi 3 ni taqsim 2 plus 32. Va S, A, S, D, Y teng bo'ladi. Ildizi 3lar qisqarsa, demak, bu 2 qisqaradi 24, 72 bo'lsa 104. 104 ga teng. B qismiga 104. 43. Buning yechimi bo'ldi. Keyingi savol. 44. Asosi trapetsiyadan iborat piramida berilgan. Trapetsiyaning kichik asosi yon tomonlariga teng. Katta asosi 12 santimetr va o'rtasidagi burchagi 120 gradusga teng. Piramidaning barcha yon qirralari asos tekisligi bilan 60 gradus burchak tashkil qiladi. A shartida piramida to'la sirtini so'rayapti. B shartida piramidaning hajmini so'rayapti.
Demak, asosi trapeziyadan iborat. Chek. Trapeziyani chizamiz bunda. Demak, chek asosi yon tomonlariga teng va o'tmas burchagi 120 gradus. 120 gradus trapeziya. Demak, mana piramidani chizyapmiz. Asosi teng yonli trapeziyadan iborat. Piramidani chizdik. Piramida. Endi katta asosi 12 ga teng. 12 ga teng. Demak, 12 bo'lsa, u asos A bo'lsa, yon tomonlar ham A. Sharti bo'yicha. Demak, mana burchak 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu A taqsim 2, bu yer A, bu yer A taqsim 2. Demak, 2A ning 12 ga tengligi kelib chiqyapti. A 6 ga teng. A 6 ga teng. Endi piramidaning barcha yon qirralari asos tekisligi bilan 60 gradus hosil qiladi. Piramidaning to'la sirtini so'rayapti. Mana buni tushiradigan bo'lsak, demak, mana shu. Mana bu qirra bilan 60 gradus bo'lsa, mana bu yer 6 bo'ladigan bo'lsa, bu ham 6 bo'ladi. Demak, barcha qirralari ham 12ligi kelib chiqadi. Chunki 60, 90 bu yer 30 bo'ladi. 12, bu ham 12, 12ligi kelib chiqadi. Endi to'la sirtini topamiz. To'la sirti mana bu. Mana 3 ta uchni topdik mana. 3 ta uch bo'yicha birinchi uchburchak. S1 ni topaylik. Bu bitta yonayog'ining yuzini beradi. Ya'ni tomoni 12, 12, 12 bo'lgan uchburchak. Muntazam uchburchak ekan. Izosti 3, ko'paytigan 144 taqsim 4. 36 izosti 3 ni beradi. Endi qolganlari mana bu S2 deymiz. Buni ham S2 deymiz. Teng bo'lyapti-da 12, 12 asos 6. Buni ham S2 deymiz. Buni S3 deymiz. S2 ni qanday topamiz? S2 ni topish uchun uchburchak chizib olaylik. Uchburchakni chizib olaylik. Uchburchagimiz 12, 12, bunisi 6 va bu yer 3 bo'ladigan bo'lsa, demak, hisoblasak 144 dan 9 ni ayirsak, ilzosti 135 bo'ladi va bu 3 ilzosti 15. Yuzani hisoblasak 6 ko'paytirilgan 3 ilzosti 15 taqsim 2. 9 ilzosti 15 ga teng. Endi S3 ni hisoblasak. S3 degani asos trapeziyaning yuzi. Asosi 6. Demak, katta asosi 12. Balandligi mana yerda 6 bo'lsa, bu 3 bo'lsa, balandlik 3 ilzosti 3. Ko'paytiramiz 3 ilzosti 3 ni. Demak, 18, 9, 27 ilzosti 3. Endi S to'la sirtda S1 qo'shilgan 3 ta S2 ga teng. S2 3 ta S yon. Plus S asos S3 bo'lyapti. Hammasini qo'shsak 6 ilzosti 3 qo'shilgan 27 ilzosti 15 plus 27 ilzosti 3 va S to'la sirti 63 ilzosti 3 plus 27 ilzosti 15. A qismining yechimi 63 ilzosti 3 plus 27 ilzosti 15.
B qismiga o'tamiz. B qismida V piramida hajmi, mana bu apofema o'zi piramidaning balandligi hisoblanadi. Piramidaning balandligi bu 6 + 3 ga teng. 12 bo'lsa, taraf 6 bo'lsa, demak 6 + 3 bo'ladi. Demak, 1/3 S asos yuzi bu yerda mana S3 bo'ladi. Piramida, ya'ni kilogrammning yuzi 27 + 3 bo'ladi va 6 + 3. 3 bilan 3 qisqarsa 27 ni 6 ga ko'paytsak necha bo'ladi? 162 bo'ladi. 162 bir qismiga. Keyingi savol. 45. Uzunligi 12 santimetrlik sim berilgan. Shu simdan yuzasi eng katta shakl yasaldi. Demak, 12 santimetrlik sim eng katta yuzali shakl yasalsa, bu aylana hisoblanadi. Demak, bu aylana hisoblanadi. Mana shu aylananing uzunligi 12 santimetr. Ya'ni 12 bo'lgan, uzunligi 12 bo'lgan simdan eng katta yuzali shakl yasalish uchun bu shakl aylana hisoblanishi kerak. Aylana uzunligi 12 santimetr. Demak, aylananing radiusini r desak, 2 pi rimiz 12 ga teng. Pi ni joyiga 3 qo'ysak, 2 ko'paytirgan 3 ko'paygan radius 12 ga teng va radiusning 2 ga tengligi kelib chiqadi. A sharti bo'yicha yuzani so'ragan. Pi r kvadrat degani 3 ko'paytirgan 4 12 ga teng. 12 ga teng. A qismiga 12. B qismida shu shakldan 3 ta nuqta tanlab olish, ya'ni tanlab olib tashlash natijasida tomonlari 3, 4, 5 santimetr shakl paydo bo'ldi. Hosil bo'lgan shaklning yuzini toping. B qismida aylanadan 3 ta nuqta tanlab olindi. Hosil bo'lgan shakldan 3 ta nuqta tanlab olindi. Bitta nuqtani tutashtirganda 3, 4, 5 bo'lgan shakl hosil bo'ldi. Bunda 3, 4, 5 santimetrlik qismlarga ajratildi. Tomonlari, demak, mana bu 3 santimetr, bunisi 4 santimetr aylandagi, bunisi 5 santimetrlik qismlarga ajratilgan. Endi uchburchak hosil bo'lyapti. Shu uchburchakni kattaroq chizib olaylik. Va chizmas o'xshamay qoldi. Boshqatdan chizaylik. Demak, santimetr bunisi, bunisi 4 santimetr, bunisi 5 santimetr. Qismlarga ajratilyapti. Endi markazida tutashtirsak, radiuslarni o'tkazamiz uchlariga. Radius, radius, radius. Demak, bu nisbatlari 3, 4, 5 bo'lsa, bu degani mana bu 3x, bunisi 4x, bunisi 5x. Jami 12ximiz 360 gradus bo'lsa, ximiz 30 gradus va x 30 bo'lsa, demak mana markaziy burchak 150 gradus. Bunisi 120 gradus. Bunisi esa 90 gradus. Endi 3 ta uchburchakning yuzini hisoblaymiz.
Uchto'rtburchak burchak yuzi 1 taqsim 2 r kvadrat sinus 90 da 1 ga teng. Keyingisi 1 taqsim 2 r kvadrat sinus 120 da. Ilzosi 3 taqsim 2. Va keyingisi 1 taqsim 2 r kvadrat teng bo'ladi ko'paytirilgan 150 krasi 1 taqsim 2. Hammasidan 1 taqsim 2 r kvadratni chiqarsak, 1 plus ilzosi 3 taqsim 2 plus 1 taqsim 2. Va radiusni o'rniga 2 qo'yadigan bo'lsak, 2 plus ilzosi 3 plus 1. Bu 3 plus ilzosi 3 ni beradi. B qismiga 3 plus ilzosi 3. Shuning bilan 27 dekabr milliy sertifikat imtihonida tushgan original variantning oxirgi 10 talik savollar tahlili tugadi. Hammaga rahmat. Ko'rishguncha.